Arabjon, Doniyorbeklarni boshliq qilib ishlayotgan yigitlar gruppasi bizni qilayotgan ishimizni ko'rsata bildilaring. Shu orqali mana klinikamiz rivojlanyapti. Joy yo'q hozir. Bemorlar o'chirib turibdi. Joy yo'q. Qabuliga joy yo'q. Mana onlayn qilib qo'yildi. Aprelda oxirigacha navbatda. Ana bizni tikka turgizib qo'ydilar. Choptirib yurgizib yubordilaring endi-da. Men endi aytmoqchimanki, boshqa klinikani rahbarlari ham shu bolalar bilan bir hamkorlik qilib ko'ringlar. Chunki bularda hamkorligida ishlasalaring, ishlaring 5 bo'ladi. Klinikani qurib qo'ygan bilan uni reklamasi bo'lmasa, unda qilinadigan ishlarni xalqqa ko'rsatmasak, klinika turaveradi. Shuni qilib beradigan mana shu yigitlar, mana shu gruppa, aktiv gruppa, tan beraman. Eshidan hezsiz, teshikdan kelishadi. Sizni ishingizni ko'rsataylik, bu ajoyib ishlar deb, men shunisini yaxshi ko'raman bularni. Har doim biz bilan hamkorlik ishlayapti. Klinika rahbarlari ko'rayotgan bo'lsangiz bizdan shu yigitlarni bilan bog'laninglar, birgalashib ishlashni yo'lga qo'ysalaring juda ham yaxshi bo'ladi.